Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana Hanko 301 mini quyonchilik fermamizdan yana bir video bilan quvlashyapmiz. Bugungi videoda ko'rishingiz mumkin. Quyonlarga qo'shimcha ko'rim yoniga beda berib boramiz. Bu aslida asosan yosh quyonchalar uchun juda foydali. Hozir bu 2 pris beda olib keldik. Buni o't maydalaydigan apparatimizdan chiqarib olamiz. Tokimiz 215 yaxshi ko'rsatyapti, 220. Bularni maydalagandan keyin quyonlarga berish jarayonidan bir qisqacha video ko'rsatib o'taman. Qani, biz bilan kuzatishda davom etinglar. Ko'rishingiz mumkin, mana apparatimiz yoqdi. Endi bunga o't solib maydalaymiz. Qani. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, hozir bir pres bedani maydaladik. 2 minut vaqtimiz ketdi, yana qolgan 2 minut vaqtimizni ayamasdan yana bitta pres maydalab qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 5 minutdan ko'proq vaqtimiz ketdi. Ikkita beda presni maydaladik. Yana ham tishini eng katta yirik tishiga qo'ydik. Agar undan ham mayinroq bo'lishi mumkin, agar tishlarini setkasi bor. Katta, kichik, o'rtacha donni ham maydalaydigan, donni kepak qilib chiqarib berilgan setkalari bor. Hozir setkasini ko'rishingiz mumkin. Mana shu katta holatdagi setkamizdan bedamiz chiqdi. Endi buni 200 litrlik bochkamiz bor. Shunga birinchi sog'alamizda, keyin kunda kerakligini 20 litrlik pakrimiz bor. Plastmassa o'shanga solib bir kunda bir mahal kech paytiga buni beramiz yemiga. Ertalapiga o'zini maxsus ko'rimi bor. Hamma quyonchi har xil ko'rimdan foydalanadi. Men birinchi quyonchilikni boshlaganimda o'zimiz Asakada katta yemxona bor. Yemxonaga borsam, shunaqa Marg'ilondan keladi. Farg'onadan keladigan Grand ko'rimimiz bor degan. O'shani tavsiya qilgan. Mana salkam 7 oydan beri o'sha Grand ko'rimda boqib kelyapman. Hozircha yomon emas. Avvalo Alloh, bu yog'i Allohdan barakasini so'rab tavakkal bilan ishni boshlaymiz. Hozircha quyonlarimiz hali biron bir yemog'idan yoki shunga o'xshash kasallik orqali nobud bo'lgani yo'q. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Nechta quyon tuqqan bo'lsa, onalari hammasi bekami ko'z katta qilyapti. Hozir buni darrov 200 litrlik bochkamizga solamizda, undan keyin quyonxonamizni ham bir qator quyonlarga berish jarayoni bilan sizlar bilan ulashamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Beda apparatimizdan chiqqan beda presimizni 200 litrlik bochkamizga soldik. 200 litrlik bochkamizdan tashqari yana 3 ta qopda chiqyapti. Ikkita pres bedamiz 2 qop bochkada chiqaveradigan demak. Ancha barakali, yirik texnika pres beda olganman. Hozirgi kunda bir pres bedamiz 60 ming so'm qurug'i bo'lyapti. Albatta buni ham qurug'ini yaxshisini topish muammo. Yaxshi oxirgi qolgan ekan, 40 tacha qolgan joyi skladda 40 tacha qolgan ekan. Undan ikkitasini olib keldik. Xudo xohlasa oyda oxiriga yana 3 ta 4 ta olib qo'ysak, 1-2 oyga yetib qoladi degan umiddaman. Endi buni olib kelib quyonlarga beramiz. Qani, bizni kuzatishda davom etinglar.